Men bir marta turmush o'rtog'imga shunchaki kelib aytganman, bir oyda 50 ming dollar pul ishlashim kerak deganman. Ishonmaganlar. Nima kerak senga buncha pul degani? Kerak deganman. Shopard soatiga havasim kelgan, o'shani olishim kerak. Necha pul turar ekan u soat? 20 ming dollar turadi. Menga esa 50 ming kerak. 30 ming o'zimni xarajatlarimga deganman. Hamma narsa qilishimni shunchaki u kishiga tushuntirdim. Kerak emas senga bu, menga shu soatni bo'pti, olib beraman va hokazo gaplar yo'q dedim. Men o'zim shu pulni ishlagim kelyapti. Nima bo'lsa ham, qanday bo'lsa ham ishlayman. 50 ming dollar menga kerak. Va men ishonsangiz aynan shu orzuni to'g'ri qo'yib, hech kimda eshitmaganimdan keyin bo'lmaydi, o'xshamaydi, imkonsiz va hokazolarni hammasini olib tashlab qilaman. Nimaki bo'lsa bu mening tajribam bo'ladi. Omadli bo'lsa xursand bo'laman. Muvaffaqiyatsizlik bo'lsa tajriba olaman. Qanday to'g'ri qilishni o'rganaman dedim-u, bir oyda 150 ming dollar pulni ishladim. Orzular haqida gapirganda sizni eshitishlardan qo'rqmaslik. Shuning uchun orzu qilyapsizmi? Orzungiz haqida kimgadir aytdingizmi? U inson sizni orzungizdan qaytarishga hech qachon ruxsat bermang. Aytgancha, o'sha orzuyimga sababchi bo'lgan Shopard soatimni ham birinchi olgan pulimdan borib sotib olganman. Chunki u menga orzuni qanday qo'yishni o'rgatgan edi.